Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Noyabr oyi aksiyaga tushgan 404 40 kuchli mini traktorimizni bugungi videomizda tanishtirib, narxlari va ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Kimga ushbu traktorimiz qiziq bo'lsa yoki xarid qilmoqchi bo'lsa, ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilimiz Namangan Sadoqatda joylashgan. Telefon qilsalaring va talakatsalarni tashlab, dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Kelishilgan holda yetkazib beramiz. Unda ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Motorlaridan boshlasak, 4 porshinli modeli 404 o'sha 46 kuchli mini traktorimiz. Rasxodlariga keladigan bo'lsak, soatiga 3,5-4 litr nagruzkaga qarab albatta salarka rasxod qiladi. Sifatlari o'ta a'lo darajada lidi motorlar bilan jihozlangan. Motor korobka qismiga 1 yil garantiyalarini beramiz. Xo'sh, korobkalariga o'tadigan bo'lsak, palovozli o'sha katta korobkadan qo'yilgan. Vomlari ham 2 xil оборотda aylanadi. Bemalol prospodvorchik qo'ysalaring ham bo'laveradi. Balon razmerlari albatta qiziq. Agatga tushish kerak 60, 70, 80 agatga bemalol ligirovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Balonlarda o'zini toshlarigacha qo'yib qo'yilgan, oldida ham toshlari bor. Uncha-munchaga buksavat qilib bo'lmaydi. Orqa balonlari 11.2 ga 24 lik, oldi balonlari 7,5 ga 16 lik razmerda bo'ladi. Albatta baloni ham qiziq. Xo'sh, rollari gidravlikali, tablolarigacha bor mana. Hamma funksiyalari qo'yib qo'yilgan. Skoroslari oldiga 8 ta, orqaga 4 ta, jami 12 ta skoroslar bilan jihozlangan. Vozdixlari ham original, tepada mana shapkalarigacha qo'yib qo'yilgan, yomg'irdan, quyoshdan saqlaydigan. Undan tashqari bog'ning ichiga mevalar tagiga kiradigan bo'lsalaring, bemalol yechib qo'ysa bo'laveradi mana. Ikkita bolut bilan yechiladi. Kimga ushbu traktorimiz qiziq bo'lsa, shu kungacha 98-100 million so'mgacha sotib turgan traktorimizni shu videoni ko'rib, like bosib keyin klientlarimizga 94 million so'mga qilib beramiz akalar. Albatta dastlabki xizmatlari ham bor. Undan tashqari barcha turdagi mini traktorlarimizdan do'konimizda bor. Ushbu traktorimizga oldiga jatka qo'ysalaring ham bemalol ishlataveradi yoki orqaga 2 metrgacha bo'lgan bemalol frezalarni ishlataveradi. O'zimizda mana 140, 130 lik freza, puluk chizilalarimizdan bor. Kelib, chiroyli narxlarda xarid qilib olsalaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.